Xo'p do'stlar, assalomu alaykum. Demak, bu videoda risksiz umuman xarajat qilmasdan ishga topshirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ko'pchilik obunachilar kommentariy yozibdi. Iltimos, Rossiyani oyligidan kam bo'lmagan ish topib bering va riski umuman kam bo'lsin, ish beruvchi hammasini ko'tarsin. Biletni ham ko'tarsin, sug'urtani ham ko'tarsin. Muhimi firma bilan bo'lmasin. Firmaga 1,5 ming dollar pul berib risk qilishni xohlamayman deydiganlarga mana shu video oxirigacha ko'rish kerak bo'ladi. Sababi bu videoda batafsil qilib tushuntirib beraman va ish beruvchi hamma narsani ko'taradi. Deyarli hech narsaga xarajat qilmaysiz va 2 yillik kontrakt beradi. Oyliklari Rossiyani oyligidan kam bo'lmagan oylik. Eng qizig'i, bu ish qurilish emas, ya'ni og'ir mehnat emas. Sizdan og'ir mehnat qilish talab qilinmaydi. Mana shunaqangi vakansiyalarni o'tkazdirib yubormaslik uchun albatta videoga like bosib obuna bo'ling. Xo'p do'stlar, Kuvayt davlatiga ofitsiant, reception, ya'ni qabulxonachi va uy xizmatchisi kerak. Mana shu 3 ta vakansiya bo'yicha ishchilar qidirilyapti. Ish beruvchilar bilan biz albatta aloqaga chiqib, bizdan ish beruvchilar olishadi. Mana shu 3 ta kasb bo'yicha vakansiya bor bizda. Ish beruvchi hamma narsani ko'taradi. Biletni ko'taradi. 2 yillik kontrakti bor, yotoqxonasi bor, sug'urta pulini ham o'zi to'laydi. Demak, oylik 700 dollardan boshlanadi. Ish beruvchi hammasini ko'taradi. Bu sof daromadingiz 700 dollar. Masalan, Rossiyaga borganingizda patent, biletingiz, yeb-ichishingiz, yotoqxona hammasini o'zingiz qilishingiz kerak. 1000 dollar oylik olgan taqdirda ham o'rtacha shu 600-700 dollar atrofida pul topishingiz mumkin. Bunda ish beruvchi hammasini ko'taradi. Xo'p, demak do'stlar, bizdan qanday yordam? Biz qanday yordam bera olamiz? Biz sizga CV tayyorlab beramiz. Agar CV'ingiz ma'qul keladigan bo'lsa, ya'ni CV degan rezyume ma'qul keladigan bo'lsa, ish beruvchi agar "Davay, mana shu ishga qiziqdim, mana shu ish bilan intervyu qo'yib beraman, ya'ni suhbatlashamiz bir" deydigan bo'lsa, agar sizni suhbatga tayyorlaymiz va intervyudan o'tganingizdan keyin 100% приглашение keladi. Faqatgina bizda xizmat haqimizni bersangiz bo'ldi va xizmat haqi qancha, nima qilish kerak, nimadan boshlash kerak deydigan bo'lsangiz, albatta mana shu videoni kommentariyasida Telegram hechkam turibdi. Telegram hechkam o'tib turib, Kuvaytdagi vakansiya bo'yicha ma'lumot bering to'liqroq deydigan bo'lsangiz, men sizlarga ma'lumot beraman. Faqat do'stlar, 3 ta talab bor, 3 tagina. Birinchisi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lishingiz kerak, mana shu o'rtalarda bo'lishi kerak yoshingiz. Demak, ikkinchisi o'sha ish bo'yicha tajribangiz bo'lishi kerak yoki oldin ofitsiant bo'lgan bo'lsangiz bo'ladi yoki qabulxonachi yoki uy xizmatchisi bo'yicha. Albatta endi qabulxonachi bo'yicha staj albatta kerak, tajriba, lekin mana bu ikkita uy xizmatchisi va ofitsiant bo'yicha agar bo'lgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Bu plyusga o'ynaydi. Va ingliz tilidan ozroq suhbat darajasida xabardor bo'lishingiz kerak. Juda mukammal bilib IELTS, TOEFL, Duolingo unaqa sertifikatlar kerak emas. Faqat ozgina ingliz tilidan xabardor bo'lishingiz kerak. Intervyuda ingliz tilida bo'ladi, rus tilida emas. Do'stlar, bitta narsa, bizda Telegram yopiq kanal bor. Bu yopiq kanalda ko'pchilik ishga harakat qilaman deb ruslarga, ukrainlarga, beloruslarga aldanib qolyapti. Telegram kanalimda qaysi kompaniyalar ishonchli, qaysilar ishonchli emas degan ma'noda o'sha ma'lumotlar joylab boraman. Mana shu WhatsApp egasi meni aldab qo'ydi deydigan bo'lsa, o'sha WhatsApplarni screenshot qilib tashlayman, aldanib qolmasligingiz uchun. Chunki mana YouTubedan ko'p kishi meni lichkamga o'tib yozadi. Mana buni tekshirib bering, bu ish beruvchi soxtami, soxta emasmi deb. Ularni aniqlab berganimdan keyin men Telegram kanaliga odamlarni ogohlantirish maqsadida men Telegram kanalimga joylab boraman do'stlar. Va Telegram kanalimda albatta mana shu vakansiyalar birinchi Telegram kanalimga e'lon qilaman, keyin YouTube'ga chiqadi. Birinchilardan bo'lib o'zingizga mos tushadigan vakansiyalarni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Har hafta vakansiya joylab boriladi. Keyin agar o'sha vakansiya bo'yicha yetarlicha odam bo'lmaydigan bo'lsa, sifatli ishchilar topa olmaydigan bo'lsak, YouTube kanaliga video qo'yamiz. Birinchilardan bo'lib vakansiyalar bo'yicha yoki ishga topshiruvchilar ishonchli emasligi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta Telegram kanalimda linki mana shu videoni pastida описаниеda va kommentariyada qoldiraman do'stlar. Kimga Kuvaytdagi vakansiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegramdan yozing, Telegramga chiqam kommentariyada.